Bank of Americada yana 1,5 yildan keyin уже vice president olishim kerak edi. Juda katta great deal of luck bo'lgan deb o'ylayman. Men vaqt bilan keladi. Kimgadir erta, kimgadir kech. Shunga harakat qilish kerak. Eng qiyin protsess odatda ishga kirgungacha bo'ladi. O'sha ishga prep, tayyorlanish, intervyugacha bo'ladi va ko'pincha o'sha yergacha bo'lgan bilimlar ish paytida deyarli ishlatilmasligi mumkin. Sizdan kichik iltimos. Maqsadimiz sizga eng amaliy ko'nikmalarni yetkazish. Agar bu video sizga hech bo'lmasa 1% yordam bergan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu siz uchun tekin, biz uchun esa juda ham katta motivatsiya. Assalomu alaykum, Finekon kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi 31-epizod va bugun bizda yana bir ajoyib mehmonimiz Xurshid Madaminov. Assalomu alaykum Xurshid aka. Assalomu alaykum, Oyib aka. Avvalambor suhbatga rozi bo'lganingiz uchun juda ham katta rahmat va iloji bormi o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tishni? Ismim Xurshid Madaminov. Andijondan tug'ilganman. Hozir ham Andijonda o'tirib gaplashyapman sizlar bilan. Yoshim 30 da. Shu Andijonda o'qib Katta rahmat. Katta rahmat va mendagi birinchi savol sizning aynan o'quv tarixingiz bo'yicha. Siz birinchi o'sha Angliyadagi BPP va keyinchalik Oxford Brookes universitetida o'qigansiz va bunga qabul jarayonlari va o'sha yerga kirish jarayonlari qanday bo'lgan? Siz o'sha o'quv tarixingiz haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Albatta. O'quv tarixim O'zbekistonda boshlangan, shu Andijonda. Undan oldin Toshkentda o'qimaganman. Andijonda shu yaxshi ingliz tili o'qituvchimiz bor. Svetlana Vladimirovna Uralskaya degan. Shu yerda gruppasida ko'p insonlar chet elda o'qiydi основной. Endi u payt Londonga birinchi topshirishimiz bo'lgan. Sinfdoshim bilan borganman Londonga. BPP o'qishiga borganmiz. Shu yerda foundation yearni tugatib, keyin Oxford Brookesga bachelor's programmasiga o'tib ketganmiz. Londondagi filialida topshirib o'qiganmiz. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, application process boshida bizga tushunarsizroq bo'lgan. U payt men yaxshi internet ishlatishni bilmarmidim. Lekin hozirgidaqa ommaviy yo'qmidi internet. Sal qiyinroq bo'lganda, proseslarni tushunib olish, essay yozishligingiz kerak, boshqa narsalar, SAT, IELTS. Lekin u payt IELTSim bor edi. 17 yoshimda IELTS topshirganimda, litsey paytlar edi. 7,5 olgandim IELTSdan. Keyin shu ham turtki bo'lgan menimcha chet elga chiqib o'qishga. Shu yonimda sherigim bor edi. Sinfdoshim bilan borib, u yoqda ham o'rtoqlar orttirib o'qiganman. Oxford Brookesga imminni shu London o'zidan kirganligim uchun o'sha yerda protsess tushunarliroq edi. Protsesslar shu qanday topshirasiz, tayyorlanasiz, qanday ekzamenlar bor. Основной shu IELTS bilan essaylaringiz bo'ladi. Shularni topshirganman Finance and Accounting majoriga. 2017-yil bitirib olganman. To'laligicha. 2014 ketganim bilan 2017 oxiriga bitirganman. Xo'p, katta rahmat va undan keyingi savolim esa aynan ish tarixingiz, karyerangiz boshlanishi haqida va odatda biz kattaroq banklarni eshitganimizda, masalan, siz aynan tajribangiz bor Bank of America bo'yicha odatda tushunamizki, bu banklar top Ivy League'lardan yoki top universitetlar yoki qanaqadir spesifik kandidatlarni oladi deb ko'proq eshitamiz. Va o'ylashimcha, sizningcha Oxford Brookes bu target schoolga kiradimi va Oxford Brookesdan va o'sha Bank of Americaga bo'lgan tajribangiz qanday bo'lgan? Rahmat savol uchun. Oxford Brookes target emas, shu non target deyiladi. U yerda farqi yo'q. Necha baho olsangiz ham non targetsiz. Siz intervyu darajasiga ham borish uchun shu bulge bracket banklarni aytyapsiz. Shu Bank of America, Citi, Goldman, JP Morganlar ularni kompyuterni o'zi rezyumengizni otib yuboradi. Va men ham to'g'ridan to'g'ri o'qishni bitirib kirmaganman u yerga. 17-yil o'qishni bitirgan bo'lsam, u payt orzuyim endi Londonda moliyaviy sektorda ishlash bo'lgan. Va u payt ish boshlagandim ham, stajyorlikni boshlagandim. Regent FE degan brokerskiy kompaniyada.
Brokerskiy kompaniyada biz shu hozirgi endi hozir ommalashib ketdi trading ular bilan shug'ullanmardik-da. Biz именно shu foreign exchange exposure shu valyutniy riskni kompaniyalarga boshqarishga yordam berardik. Oddiy til bilan tushuntirganda, katta korporatsiyalar ko'p narsa sotib oladi. Dunyoning har xil joylaridan har xil valyuta kerak и u valyutani masalan, klientlaridan bugun oladida, keyinchalik 5 yoki 10 oy ichida u narsalarni yetkazish kerak, qurish kerak. Har xil kompaniyalar bo'lardi. И shularga biz shu valyutniy riskni boshqarishga yordam berardik. U yerga men biznes analist bo'lib kirganman. Komanda kichkinaroq edi, lekin menga yoqadigan tarafi shu Square Mile deyiladi. Londonni именно sentrida St. Paul's bilan ana Cannon Streetni yonida edi. Fleet Street degan ko'chada bizni prям ikkita devor bu yoqda Goldman Sachs'ni основной ofisi bor edi. Juda chiroyli ofis. Kirganman, 4 yil ishlaganman u yoqda. И shu yerda menimcha o'rganganman. O'qish bilan ishni farqini, то есть sinus, kosinuslarni o'qiysiz, lekin bu yerda relationship management va основной shu ishni bajara olishingiz muhimroq bo'ladi va shu yerda ish o'rganganman. И oxirini ulab ketay, Bank of Americaga qanday kirgansiz dedingiz. Biz shu katta klientlar bilan ishlardik, lekin bizning klientlarimiz institutsionalniy klientlar hisoblanmardi. То есть bu 1 milliardgacha yetadigan klientlar, оборотda $1 milliard gacha yetadigan klientlar va bular banklar uchun kichkina hisoblanardi. Lekin banklarga kichkina hisoblangani uchun banklar uni bizga berardi. Biz banklar bilan sheriklikda ishlardik. Biz JP Morgan, Barclays, Mizuho va boshqasi va ularning ichida Bank of America ham bor edi. Va tabiiyki biz, to есть men ham ular bilan yaxshi aloqada edim. Shu 4 yil ichida tanishib olgan kontaktlarim orqali Bank of America yoki va boshqa Barclayslarga ham kirishlarni so'rab turardim. Shu networking основной. И shular yordam bergan menga topshirishga, kirishga va meni rezyumeyim shu kompyuterdan emas, to'g'ridan to'g'ri shu referral beradi ishchilari. Referral bersa va ichki kontakt bo'yicha yozib qo'ysa, sizni CV'ingizni chiqarib oladi, o'zi ko'radi. Shunda kompyuterdan o'tib ketasiz. Bo'lmasa Oxford Brooks bilan sal qiyinroq. Shunda sizga networking va referral juda ham katta yordam bergan adashmasam, bu yerga kirish uchun. Kirish masalan, ko'p tushunamiz, aynan referral yoki networking yordam beradiki, o'sha faqatgina rezyumeni olish uchun. Rezyumedan keyingi etap esa aynan masalan HR bilan suhbat yoki behavioral interview yoki technical interview. Bu protsess sizda qanaqa bo'lgan? Ha, to'g'ri. Umumiy o'ylab qaraganingizda referral networking yordam beradi, lekin men undan oldinroq bitta qadam qo'ygan bo'lardim, chunki u referral bilan shu referralni olish jarayoni, networking qilish jarayonida siz yoki shu yaxshi o'qishda yoki qaysidir o'qishda shu ishxonada ishlaydiganlarni tanishingiz kerak yoki ishingiz orqali ko'ringan bo'lishingiz kerak. Masalan, biz ishxonada endi kiraman degan yoki boshqa bizga o'xshagan kichik o'rtacha ishxonalarda ba'zi bracket banklarga kiraman deganlar ko'p. Va shu ishingiz orqali то есть gapingizda turadigan, aytgan ishingizni qiladigan odam bo'lsangiz, shunda u odamlar ham sizga ishonch bildiradi. Chunki refer berayotganda o'zini qo'yib refer beryapti, o'zini on the line qo'yib. Shuni hisobiga men aytgan bo'lardim, shu referral networkingda bir qadam oldin. Hozir nima ish qilayotgan bo'lsa ham, kimdir uni yaxshi ish qilsa, keyinchalik uni reputatsiyasida, endi oddiy qilib aytganda shu reputatsiya uni referralga va qanday uni odamlar keyinchalik tanishtirishiga olib keladi. Va men ishlagan odamlarim bilan bir komandaga kirganman desam ham bo'ladi. To'g'ri, ular pozitsiya ochildi degan topshirganman. Birinchi analyst, senior analyst pozitsiya edi, ochilgan bo'lgan. Bu men uchun вообще zo'r shans edi. 2019-yil Bank of Americaga referral olganman, topshirdim. Intervyular endi menga относительно osonroq bo'lgan, chunki
ishlab kelgan odamlarim bilan intervyu qilganman. Lekin, bir kichikroq muammo bo'lgan u yerda ishga kirganimdan keyin, u senior analyst pozitsiyasiga viza viza sponsorlik qilishi yo'q edi, u payt. Hozir bilmadim, o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin, meni shu, nimani deb olmagan, Bank Amerikaga. Keyin, olmagandan keyin endi уже endi birinchidan bojbirakaga kirayotganingizda xursand bo'lasiz. Va kirolmaganingizdan keyin, nima edi, настроениyalar tushadida. Ular aytgan, "Xurshid, xavotir olmagin, bizda yaxshiroq pozitsiya ochiladi. Shu associate yoki senior associate shunaqa ochilganda, seni chaqiramiz va, olamiz" degan. Endi u mingta rejection olgan odamga, yana bir nimadaqa tuyuladi. Okey, keyin gaplashamiz degandaqa. Lekin, ular gapini ustida turgan. Bir 5-6 oydan keyin, shu senior associate pozitsiya ochilgan. Senior associate pozitsiya ochilganda, shunda xuddi shu referral bo'lgan, xuddi shu protsesslardan o'tganman. Endi u yerda yaxshiroq oylik, taklif qilingan 5 oy oldingidan olmadim kelib, shunga kirib ketganman. То есть, senior analystda ham rozi edim kirishga. U yerda уже senior associate bo'lib kirib, ishimni davom ettirganman. Londondagi ofisda boshlaganman birinchi. Mhm. Tushundim, katta rahmat. Va o'sha boya siz aynan menshin qilib o'tgan networking va referral olish haqida yana aniqroq bilmoqchi edim. Misol uchun, talaba sifatida nimani aytishimiz mumkin? Bizcha networking deganda odatda senior odam bilan kimdandir o'sha 20-30 daqiqa o'sha internet orqali yoki nimadir gaplashib, o'sha orqali referral so'rashimiz mumkin. Yoki sizningcha, masalan, agar siz hozir o'sha Bank of Americada ishladingiz yoki hozir European Bankda ishlayapsiz, qanday talabani siz masalan referral qilgan bo'lardingiz? Qaysi skill'lari bo'lishi mumkindir yoki o'sha CV'sidagi stand out bo'lib turadigan qanaqa detail bo'lishi mumkin? Qanday talabani masalan siz o'zingiz referral qilgan bo'lardingiz? Tanimasdan turib yoki shaxsan bilmasdan turib? Mhm. Rahmat Oybek aka. To'g'risi men, aaa, ishlarga juda ko'p topshiraman. O'zi bunaqa odat bo'lib qolgan menimcha o'qish paytligidan beri shanba-shanba o'tirib shu ishlarga topshiraman. Ishlayotgan bo'lamanmi, Bank of America bo'ladimi, endi, уже topshirib ko'raman. Просто bozorni bilib turish uchun, qanaqa ketyapti, nima, shu vaqt bo'lganda. То есть, yilda menimcha har 3-4 oyda bir ishga topshirib turaman. Shuning uchun men bilaman qanaqa referrallar важныйligini, и o'zim ga chiqqan odamlarni, men juda ko'p referral berganman. Bank of Americaga ham kirgan bir odam men orqali, o'zbek bo'lmasa ham kirgan. Referral men to'g'risi ko'p odamga berganman. Uncha tanimasam ham, uncha yaxshi bilmasam ham. Chunki u odam mengacha kelgan, sizga iltimos qilib chiqyaptiki, bir, nima, надеяться qilib chiqyapti, umid bilan chiqyapti sizga, что referral berasiz. Men uchun referral berish hech qiyin narsa bo'lmagan. Shu o'zingiz ham bilsangiz kerak. Kirasiz sistemada, ichki sistemada CVsini tiqib, kontaktlari, ismlarini yozib, internal referral berib qo'yasiz va keyin, holatlar bo'ladi. U odam keyingi etapga o'tsagina, shunda u siz referral bergan, hiring menejeri, to есть ishga olayotgan odam sizga chiqishi mumkin. Unda ham yaxshi aytib qo'yaman. Iloji boricha endi bu narsani yomon tarafi ham bo'lishi mumkin. Men pre-screen qilmasdan referral berayotganim bir taraflama, lekin meni fikrim bo'yicha baribir hammaga shans berib ko'rish kerak va shu referral oladigan darajada уже harakat qilyaptimi, u odamda nimadir bor. Men margin of error kamroq deb o'ylayman. Men screen qilib keyin refer qilgandan ko'ra, обычно refer qilib qo'yaveraman. U yog'i omad, Xudodan-da, keyin kirib olsa, kirib ketdi. Endi sababchi bo'lib qolsa shunga ham yaxshi. Tushundim. Ya'ni siz aytayotgan narsa o'sha yergacha shu darajada harakat qilyaptimi, bu degani allaqachon bu narsaga qaysidir ma'noda arziydi bu odam kelayotgan. Endi arziydi, arzimaydi deyish mendan emas. Men o'ylayman biz qilayotgan ishlar, unaqa bir katta ishlar emas. Nima desa bo'ladi, to'g'ri, bojbrakka kirish qiyin demasdan, yoki shunaqa banklarga kirish qiyin deymiz, lekin juda ko'p odamlar ishlaydi. JP Morgan o'zida ham 200 mingdan ortiq odam ishlaydi. Endi to'g'ri, uni hisobida masalan Hindiston, Filippin yoki Polshada ishlayotgan arzonroq
ana non revenue generating unitlar bor. Ularga kirish ancha osonroq. Lekin men qayerda ishlansa ham ular baribir oddiy ish hisoblanadi men uchun, menimcha hamma uchun ham. Haqiqiy ishlar, masalan, mana Elon Muskga o'xshab mana 1 trillion net worth qilayotgan odamlar kam va ularning ichida oddiy ishga kirish menimcha hammani qo'lidan keladi. Shu tilni bilsa o'rganib ketadigan narsa. Mhm. Tushundim. Katta rahmat. Va shu paytda masalan aynan bulge bracket leveldagi banklar haqida bermoqchi edim. Juda ko'p eshitadigan narsamiz nimaki, eng qiyin protsess odatda ishga kirgungacha bo'ladi. O'sha ishga prep, tayyorlanish, intervyugacham bo'ladi va ko'pincha o'sha yergacha bo'lgan bilimlar ish paytida deyarli ishlatilmasligi mumkin yoki boshqacharoq bilim ishlatilishi mumkin. Avval o'qigandan ko'ra yoki shu paytgacha ko'rgan bilimlardan ko'ra deb aytiladi. Va sizningcha qanday? Masalan, siz avval bilgan narsalarni yoki texnik intervyularda so'ralgan o'sha narsalarni keyinchalik keyinchalik doimiy ishda ishlatiladi yoki umuman boshqacharoq narsalarga fokus qilinadi? Yaxshi savol. Men bu narsaga shunday qarayman. Endi intervyu qilayotgan bo'lsangiz, masalan, agar o'zim ham kimdir intervyu qilayotgan bo'lsam, o'ylaymanki, u odam haqida endi qanchadir tushunchangiz bo'ladi, lekin juda kam bo'ladi. Va sizda shu texnik savollar imminni u odam qanday o'qishda o'qigan yoki o'zi bu sohani tushunadimi, keyinchalik tortib keta oladimi, shuni o'rganadigan, sizga ko'rsatib beradigandaqa gapda. Masalan, agar futbol akademiyaga borsangiz, shu to'pni olib teptirib ko'rib, tam qanaqadir fintlar qilib nima qilib ko'radi. U fint menimcha o'yinda qilmasligingiz ham mumkin, lekin siz shu to'pni qanday boshqara olishingiz va qancha to'p bilan vaqt o'tkazganingizni menimcha ko'rsatadi shu narsa. O'shani standartroq protsessga olib kelingan deb o'ylayman shu texnik narsada. U narsalarni keyinchalik ishda ishlatasizmi, ishlatmaysizmi, u ikkinchi masala. Qaysidir ma'noda ishlatasiz baribir o'rgangan narsalaringizni va problem solving, to есть savollarda, texnik savollarda, masalan, bilmagan savollaringizda ham qanday qilib shu vaziyatdan chiqib ketish yoki stressroq situatsiyaga chiqib qolganingizda o'zingizni qanday tutishingiz, odamlar bilan qanday muloqot qilishingiz, именно shu under pressure deydi-yu, shu narsa menimcha odamni intervyuda ham bildiradi. Shunga texnik intervyuga ko'rayotganlar, tayyorlanayotganlar tayyorlaninglar yaxshiroq va omadinglarni bersin. Katta rahmat. Va menda aynan shunga o'xshash yana bir savol. Siz adashmasam CFA'ga ham tayyorlanishni boshlagansiz. Chunki profilingizda ko'rganim aynan CFA institutida ham o'qishni boshlaganingiz haqida. Shu haqida ham gapirib bera olasizmi? Nega aynan bulge bracketga kirganingizdan keyin bu narsani boshladingiz? Nega? Ko'p eshitamiz, CFA yoki bu narsalar o'sha bulge bracketgacha bo'lgan anaqa milestone, chunki u yerga kirish uchun, imtihondan o'tish uchun bu narsalar kerak bo'ladi deb. Aslida esa bundan keyin bo'lgan. Buni tarixi qanday? Aha. CFA'ga o'qishim boshladim. U nimada bo'lgan? Shu Bank-Amerikaga kirganman. Bank-Amerikada man tushuntirishim uchun Londonda ham и Amerikada ham ishlaganman. Amerikada HQda ishlaganman. То есть Londonda 1-2 oy ishladim. U yer finansiy tarafdan to'g'ri kelmadi. Chunki bir o'zim yashagan bo'lsam ham menda bir o'g'ilman. Shu O'zbekistonga qaytish har doim plan bo'lgan, lekin pul yig'ib olish ham katta rol o'ynardi men uchun. Nyu-Yorkda yashasangiz, shu yuradigan, masalan, ofisingizdan yuradigan distansiyada yashashingiz va hokazolar u juda qimmat tushadi sizga. Agar ishxonangizni yonida turaman desangiz, yuraman desangiz, shunga Charlotte'ga ko'chganman. Charlotte'dagi boshlig'im unda nima bor edi, nima edi, CFA'si bor edi. Shu aytgan, "Давай CFA qilib ko'rgin." Men o'zi to'g'risini aytganda unaqa texnichniy zo'r odam emasman. То есть matematikadan ham O'zbekistonda tayyorlanganimizda ham shu Skanaviyni уровениga yetganimizda уже Skanaviyni qilolmardim. 36 talik testlar bo'lardi biz paytda, shu ishlaganlar bo'lsa biladi. Uzog'i borsa 28 ta topardim. То есть 35, 34 ta topgan odam emasman hech qachon. CFA'da ham xuddi shunaqa bo'ldi. Boshladim. Endi уже u yerda klientlar bilan ishlayapsiz, o'sha bulge bracketda siz men uchun qanaqadir komfortim bo'lganigami, kamroq o'qiganman CFA'ga. 300 soat o'qish kerak ekan. Men nimagadir shu bulge bracketda ishlayapman, o'tib ketsam kerak, studentlar o'tyapti deb o'ylaganman endi xom xayol qilib.
50-60 soat tayyorlanib kirganman. Ani curve'lar bo'ladi chizib qo'ygan. Shu curve'larga ozgina yetmagan. O'tolmaganman birinchi leveldan-da. И keyin уже bo'ldi. Ikkinchi levelga сразу registratsiya qilganman lekin. Ikkinchi levelga сразу registratsiya qildimda, chunki u payt financial cost'larni o'ylamaysiz. Bir o'zingiz turasiz. Amerikada kichikroq summa ko'rinadi. Ikkinchi ekzamenga даже bormaganman shekilli, уже tayyorlanmaganman. 10 soat ham tayyorlanmaganman. Shu bo'yi qolib ketgan CV. Savolingizni endi bilmadim hozir qanaqadir motivatsion savol bergandirsizki, CV tugatdim deyishni kutuvdingizmi? Lekin CV общий 50-60 soat o'qiganman, qolib ketgan keyin. Tushundim. Shunchaki men aniqroq bilishni xohlagan narsam, CFA'dagi o'sha bilimlar yoki umumiy bor narsalar sizni ishingizda qay darajada qanchalik o'sha narsalar reflekt bo'laolgan sizningcha o'sha ish paytingizda? Chunki baribir 56 soat yoki 60 soat o'qigan, demak bu narsalarni allaqachon bilgansiz, kurrikulumni asosiy narsalarini. Ya'ni qay darajada o'sha narsalar sizni ishingizda kundalik yoki hech bo'lmasa yilda bir martalik ko'zingizga tushgan narsa? Э, Men endi faqat CV level 1 haqida ma'lumot berishim mumkin. Albatta. Shu CV level 1 foundation'lik uchun judayam high level berilgan, judayam yuzaki berilgan narsalar, lekin shu narsa ham yaxshi deb o'ylayman. Agar ishlamagan odam shu bakalavr o'qib kelayotgan yoki shu sohada yoki boshqa sohada o'qiyotgan odamga juda yaxshi overview beradi. Nima, qaysi sektorda qanaqaligiga. Lekin aniq bir sohani spetsialisti qilmaydi. Ko'pincha endi 2-3, masalan, 3-lari asset management yoki equity research'ga yordam bersa kerak, lekin birinchisi menimcha umumiy moliya sohasini tushuntiradi. Quant qiyinroq, shu quantni deb yiqilganman. Tak ethics modullari bilan va umumiy tushuntirishlar yaxshi yordam bergan. Endi menga yordam bergan deb aytish qiyin. Mendan to'g'ridan-to'g'ri menga yordam bergan deb aytish, chunki men уже bir 5-6 yil ishlagandim. Уже Amerikada o'tirardim, Bank Amerikada. Menga to'g'ridan-to'g'ri yordam bergani kamroq bo'lgan. Shunga ham menimcha keyin davom ettirmaganman o'qishni. Tushundim. Chunki menimcha u paytda sizga keragi ham bo'lmagan, chunki siz allaqachon Bolj top banklardan bittasida qaysidir ma'noda siz. Keyingi savolim esa aynan Londondan Amerikaga o'tganingiz haqidagi. Shaxsan mendagi qanaqadir tushuncha qanaqa, Londondagi umumiy ish hayoti yoki shunga qaraganda, chunki baribir Yevropaga yaqinroq bo'lgani uchun ish va ish va hayot o'rtasidagi balans borroq. Amerikaga o'tgandan keyin esa u yerdagi bosim yoki umumiy ish madaniyati ancha boshqacharoq deb tushunamiz. Aslida qanday sizning tajribangiz bo'yicha? Men tajribam bo'yicha ikkalasida ham ishlaganimda men uylanmagandim. Va boshqa qiladigan ishingiz yo'q. Shu ishga borib kelasiz. И ishim menga yoqardi. Har xil zo'r сделкаlarda ishlaysiz, har xil sektorlarda. Va men tushuntirib o'tish uchun sektorim Global Capital Markets deydi. Global Capital Marketsda katta yirik korxonalar yoki davlatlarga IPOga chiqqani yoki qarz jalb qilgani birinchi first point of contact siz relationship managersiz. То есть masalan, qanaqadir transport sohasida kimdir IPOga chiqmoqchi yoki qarz olmoqchi, siz bilan gaplashadi, siz regioningiz bo'lsa, siz uni shu transport komandasi bilan ulab qo'yasiz. Lekin protsessni siz olib borasiz, как project manager bu. И yoki masalan mining sohasida bo'lsa, shu mining sohasini ham qilasiz. То есть siz qaysidir sektorda ishlamaysizda, siz hamma sektorlarni ishlayverasiz. И hamma sektorda shu bankability, viability shu o'zi yuradimi u proyekt. Shu skrininglardan o'tgandan keyin boshqa resurslarni jalb qiladi. Chunki banklarda ham tushunishingiz uchun juda ko'p сделкаlar keladi. И har bir сделкani уже katta komanda bilan o'rganishdan oldin biz kirib, uni o'rganib, o'zi yuradimi, qiladigan proyektmi ko'rib chiqqanimizdan keyin ko'proq resurs jalb qiladi. Savolingizga qaytadigan bo'lsak, Londonda work life balance bormidi? London bilan Chesterda ishlaganman keyin work from home bo'lgan payt, chunki Covidda kirgandim UKga.
back in Amerikaga. Ikkalasida ham work life balance bor edi, men o'ylashim bo'yicha. Chunki 8da tugataman, 9da tugatamanmi, menga unaqa katta farqi bo'lmagan. Uydan ishlardim. Ofisga borgan paytlarim ham work life balance bo'lgan. Lekin Amerikada to'g'ri sal nima muhit qattiqroq, ayniqsa Nyu-Yorkda. То есть Nyu-Yorkka kirganimda, Nyu-Yorkka kirsangiz juda уже yosh kadrlar, 22-23lar ishlayotgan bo'ladi. Shu 1-2-3 gacha qolib ketadigan bolalar ham bo'ladi. Lekin u основной M&A komandalarda yoki shu qaysidir qiyinroq komandalarda ishlaydi deb o'ylayman. Lekin bizni komandalar Global Capital Markets bo'lib ham men regional coverage bo'lganim uchun shu O'rta Osiyo, Eastern Europe'lik uchun vaqt zonalar hisobiga ham menga unaqa kechga qolish shart emas edi. Boshqa masalan komandalar bilan kelishib ishlashni o'rganib olgandim. Shu 6-7da tugatardim. Work life balance har doim bo'lgan. Oilali bo'lsangiz o'zgaradi. Tushundim. Shunda menda hozir ikkita savol bo'ladi. Chunki birinchi mendagi hozir asosiy narsa siz boya aytgan o'sha Amerikadagi o'sha aynan Nyu-Yorkdagi o'sha banklardagi, top banklardagi o'sha 1-2 gacha qolib ketish yoki biz boshqa investment banklardagi yoki shunaqa top banklarda ishlayotganlarni eshitsak, ba'zan o'sha 1-2 gacha qolib ketib, ayniqsa haftaning o'rtalarida yoki chorak oxirlarida 3-4 soat uxlab kelib, yana ertalab yugurib qaytib kelish kerak iloji boricha ertaroq ishni davom ettirish uchun. Ya'ni qaysidir maromda work life balance deyarli yo'qdek tuyuladi. Chunki ish ayniqsa top banklarda judayam ko'p. Lekin siz aytishingiz bo'yicha bu departamentga bog'liq va aytganingizdek oila bo'lsa o'zgaradi degan ma'noda. O'sha narsani ham tushuntirib bera olasizmi? Aha. Oila bo'lsa o'zgaradi deganim, sizni bo'sh vaqtingiz kamaygan hisobiga work life balansingiz buziladi. Ishingiz bo'yicha xuddi shu qoladi. Faqat 8-9da kelib bemalol xohlasangiz serial ko'ring, xohlasangiz ovqatingizni qiling, xohlasangiz yugurgani yoki jimga chiqing, work life balansingiz bo'ladi. Oilangiz bo'lsa, u narsa уже limiting factor bo'ladi. Endi 1-2 gacha qolib ketishlar yoki sahar boshlashlar menda ham ko'p bo'lardi. Ayniqsa sahar boshlash bo'lardi. Shu qayta aytaman, shu regionalniy coverage bo'lganim uchun ba'zida 5-6 AM sahar zongli olishimga to'g'ri kelardi va bu men uchun normalniy holat bo'lgan, odatiy holat bo'lardi. Uni qiyin qabul qilmardim. Shu kuni erta turishim kerak. Chunki O'zbekistonda ham masalan Andijonda nahorga oshga chiqsangiz 7da ot suziladi-da. Shunga menga oddiy ko'rinardi. Shu kirib olganim, shu yerda ishlayotganim bilmadim, zavq berarmidi? Oson bo'lardi menga. Turib odamlar bilan gaplashib qo'yish unaqa qiyin bo'lmagan hech. Men unaqa technical odam bo'lmaganligim uchun va men kirganimda уже senior associate pozitsiyasiga kirganman va delegate qilishim yaxshi edi menda. Masalan, bizda juda yaxshi Indiyada support system bor edi. Qanaqadir texnik narsa yoki prezentatsiyangizni oxirigacha yetkaza olmadingiz, nimani bera olmadingiz, komandangiz bor, iltimos to'g'rilab yuborib qo'yinglar, ertalabki shu Nyu-York ochilgungacha deysiz. Ertalab qaytib kelgungacha dokumentingiz tayyor bo'ladi. Siz mitingingizga kirib ketaverasiz, prezent qilib turasiz. Endi qanaqadir revyulardan o'tkazish kerak. Baribirligi ham juda katta yordam bo'ladi. Va shu menimcha work life balance ushlash uchun hamma yerda iloji bor. Faqat shu o'zingiz bilan work life balance'da bo'lsangiz, o'zingiz balans qilsangiz, ushlasa bo'ladi. Yana aytganimdek, ham ko'p odam ishlaydi va unaqa qila olmaydigan narsa emas. Tushundim. Keyingi savolim esa aynan mana shu top bankdan Europe Regional Development Bankga o'tishingiz haqida. Bunga sabab nima bo'lgan? Menimcha sabab boya siz aytganingizdek O'zbekistonga qaytish xohishiga taalluqlimi menyapti? Shunaqa desa ham bo'ladi. Yevropa EBRD, European Bank for Reconstruction and Development, Европейский bank rekonstruksiya va развития. Shu yerda ishlayman hozir, Toshkent ofisida, energetik sektorda. Bu yerga qaytishda menda 2-3 ta
narsa bittaga to'g'ri kelgan. Oilaviy, uylanganman va, shu O'zbekistonga qaytish, bir tarafda bo'lsa, shu tarozini tortasiz. Ikkinchi tarafda, moliyaviy tarafi va karyerasi. Bank of Amerikada yana 1,5 yildan keyin, уже vice prezident, olishim kerak edi. Уже hammasi shu keyingi pozitsiya vice prezident edi. Уже o'zim pozitsiyamni 2 yildan oshiq ishlagandim. Uzog'i 1,5 yilda olishim kerak edi. Chunki location o'zgartirganim hisobiga ham. И moliyaviy tarafdan endi bir o'zingiz tursangiz, Amerikada, Bank of Amerikada investment banking oyligi, yaxshi daromad qilasiz va O'zbekistonda agar biznes qilmasangiz, menimcha qiyin bu, daromadga chiqish va bu narsani to'g'ri tushunib turganman, u paytda ham. Lekin tarozini bu tarafi qattiqroq tortgan, va qaytishga majbur bo'lganman. Tarozini bu taraf degani shu oila, uylanganim va, O'zbekistonga qaytish xohishi uchalasi bir bo'lib. Shunga qaytganman Европейский bankka. Endi EBRDni tanlaganim sababi, bu yerda faqat EBRD uchun, qaytmaganman desa ham bo'ladi. Chunki Jahonbank, ABR hammasiga topshirganman. Ular ham xuddi shunaqa taraqqiyot banklari. И emerging marketsda shu, chiqib kelayotgan, davlatlarda bu banklarni roli katta. Juda ko'p, hamma bank, desak bo'ladiki, juda ko'p tranzaksiyalar birinchi bulardan o'tadi. Chunki kommersiya banklar yo'q. Investitsion banklar mana JP Morgan, Citylar mana endi kirib kelyapti, lekin unaqa banklar, hali hamon yo'q va, shu YBRR, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banklari, o'zini immunitetlari, statusi, doirasidayam, yaxshi sizga nima beradi, proyektlarni ko'rib olsangiz bo'ladi va shularga kirishga qaror qilganman. Va O'zbekistonga qaytgandan keyin bu ish uchun qaytmaganman, desa ham bo'ladi. Tushundim va men aynan qaytishga qaror qilish haqidagi, qiziq bo'layotgan narsa, odatda masalan kimdir, shaxsan men ham ko'pchilik eshitganimizda, karyerani reja qilayotgan paytda o'sha VPga chiqish, VPdan keyin balkim MD bu narsa xuddi normal qadama-qadam ketilishi kerak bo'lgan narsaga o'xshaydi va uyga qaytishda o'ylayotgandagi eng katta xayol esa borgandan keyin xuddi shu soha yoki albatta O'zbekistondagi market ham, financial market ham judayam katta, lekin aynan o'sha soha katta ehtimol bilan bo'lmasligi yoki boshqa ish bilan shug'ullanib qolish degan qo'rquv bo'ladi. Ya'ni qaysi mutaxassisligini ishlatolmasligi mumkin degan qo'rquv bo'ladi. Va ham boshqa tarafdan esa, chet eldagiday bir xil maromda katta tajriba ololmaslik. Ya'ni bu yerda trade off judayam ozgina kattaroqdek tuyuladi. Va sizda bu narsa qanday bo'lgan? Bu narsalarni buni hisobga olish yoki bu narsalarni o'ylash haqida? Bu narsa shu eng qiyin bo'lgan to'g'risi. И siz yana menimcha bir narsani aytmadingiz, shu moliyaviy tarafni yoki aytdingizmi? Eshitmadim. Yo'q. Shu endi menga moliyaviy tarafi ko'proq, o'ylantirgan. Chunki, Amerikada ishlab, 1-2 qilishingiz tezroq bo'ladi. Agar, masalan, faqat shu 9 to 5 ishlaydigan odamlarni gapiryapman, biznes egalarini emas. 9 to 5 ishlaydigan ishlarda menimcha haligacha Amerikada agar yaxshi ishda ishlasangiz, yaxshi qoladi. Masalan, O'zbekistonga sezilarli darajada, mablag', saqlasangiz bo'ladi, yuborsangiz bo'ladi, investitsiya qilsangiz bo'ladi. Va bu narsani O'zbekistonga borgandan keyin, qilish menimcha qiyinroq bo'ladi. Endi menda turgan savol shu vice prezident olishim mumkin edi. Shu eng katta trade off'im bo'lgan. U VPdan keyin yana bir 4-5 yil ishlab direktor olsangiz, bo'ladi. Lekin MD olish ancha qiyinroq masala. MD olishda, o'zi klientlarni boshqarib, nima qila bilishingiz kerak. Shunga MD olish meni hali planimda yo'q edi Amerikadaligimda, lekin, VP olish judayam, yaqin turgan goal edi, near term goal bo'lgan. Lekin 27 yoshga kirayotgan edim o'sha u payt. 27 yoshga kirayotgan bo'lganimda, shunga qaytishimga to'g'ri kelgan. 27-28 qaytganman, va 27 yoshimda shu uylandim. И O'zbekistonga qolishga, qoldim keyin 27 yoshda qaytib qoldim. И hozir 30 ga kirgan bo'lsam, 3 yil, atrofida O'zbekistondaman ekan.
Tushundim. Va aynan soha mutaxassislik bo'yicha-chi, sizningcha aynan Amerikadagi davom etayotgan mutaxassisligingiz aynan bu yerda ham hozir masalan, aynan Energy Bankingga to'g'ri keladi yoki umuman o'zgardimi? Men 80% o'zgarib ketdi deb ayta olaman. U men uchun judayam yangi sektor bo'lgan. Chunki bu yerda proyektniy finansiroveniyada ishlaymiz. Proyektniy finansiroveniyada hech quruq yerga masalan biz quyosh yoki shamol elektrostansiyalar qurishga mablag' ajratadi Yevropa taraqqiyot banki va biz shu proyektlarni o'rganib chiqib, bularga moliyalashtirish beramiz. И u tushunishingiz uchun masalan bir Navoiy, Samarqandni bir uzoqroq regionlarda masalan proyektlarimiz bor. U proyektlarga non-recourse basisda beriladi. То есть u agar pul qaytib kelmasa, proyekt ishlamasa, kredit kuyadi degani va katta proyektlar, masalan, yuzlab million dollar investitsiya, qarz berasiz va ular quradi. Shuni hisobiga har xil etapdan o'tiladi, juda protsesslar ko'p va shu YBRR, ABR jahon banklarida protsesslar ancha uzoqroq. Masalan, kommersiya bankda 3-4 oyda chiqib ketadigan ish bu yerda 1-1,5 yil, balkim 2 yillar cho'zilishi mumkin. O'zini bir ma'lum bir sabablariga ko'ra bu ham yaxshi, ham yomon taraflari bor. Endi meni u yerda qilib yurgan ishim tayyor kompaniya kelardi. Biz tayyor kompaniyani sal to'g'irlaysizda, equity storiesini to'g'irlaysiz yoki DCMga ishlatmoqchi bo'lgan yoki qanaqadir shu yetmayotgan financial taraflama turgan masalalarni yechib turib, necha pul olsa bo'ladi, qancha olsa bo'ladi, shuni chiqarib bozorga chiqarib beradi. Judayam structured marketda ishlaganim osonroq. Bu yerda sal qiyinroq tranzaksiyalar va uzoqroq ketadi. Qiyinroq deganimda protsess davomida qiyinroq. Chunki emerging markets va o'zim tushunmaydigan soha energetik sohasida, masalan, kilovat bilan kilovoltni farqiga bormardim. Balkim fizikani yaxshi o'qimaganligim uchundir. Lekin endi bu yerda o'rganyapman. Yaxshi va menga yoqqani GBRR menimcha eng yaxshi komandalardan biri bu. Chunki eng katta investitsion portfel shu komandada, ayniqsa shu Sustainable Infrastructure Group deyiladi. Infrastrukturaga beriladigan yirik kreditlar berasiz. Masalan, 20-30 million, 50 million dollar emas, shu yuzlab million dollar kredit beradigan komanda. Va shunga shu komanda. Tushundim. Va keyingi savol esa aynan O'zbekistondagi o'sha boya siz aytgan, siz Amerika deb aytdingiz, tayyor investitsiya keladi va siz qiladigan narsa shunchaki ulardagi ozgina raqamlarni to'g'irlash va hammasi joyida. Lekin menimcha O'zbekiston deb aytdingiz esa siz to'g'irlashingiz kerak bo'lgan narsalar judayam ko'p va aynan siz ishlayotgan birga partnyorlar ham ulardagi regulyatsiyalar yoki ulardagi qaysidir ma'nodagi ishlash mexanizmi umuman boshqacharoq deb tushunaman. Va keyingi savol esa O'zbekiston uchun kelishuvlar shu struktura qilishda, loyihalarni qanaqadir bankable qilish uchun qanday asosiy moliyaviy to'siq yoki shunga o'xshash narsalar bor deb o'ylaysiz? O'zingiz tajribangizdan kelib chiqib. Endi biz loyihalarni bankabilitesini tekshiradigan odamlarmiz. Biz tayyorlamaymiz loyihalarni bankable bo'lishligini, biz talab qilamiz loyihalarni bankable bo'lishligini. Va bizning ishimiz loyihalarni bankable bo'lishligini o'rganib chiqish, analyze qilish. Bankable ruschada yoki o'zbekchada nima bo'lishini bilmayman, lekin bankable deganda shu bizni proyekt bo'yicha u proyekt o'zini oqlashi kerak. O'zini oqlashi kerak. Bu 25 yil, 20 yillik proyektlar bo'ladi va 25 yillik, 20 yilliklar bizda aytaylik off-taker yoki mana shu chiqarilayotgan elektrni yoki energiyani sotib oladigan hamkor, bu davlat bo'ladimi, kattaroq korporatsiya bo'ladimi, shu borligi va finansiy modellari joyidaligi va endi bir qancha narsalar bor. Eng muhimi bu shu tarifi, qaysi tarifda olyapti, necha pul chiqaradi, shu cash flow. Cash flow sharshara deyiladi. Shu water fall bo'yicha qancha chiqib keladi. Shu birinchisi o'zini operatsion rasxodlarini to'lovlashi, ikkinchisida har xil mexanizmlar bor. Biz boshqara biladiganlarimiz, masalan, debt service coverage ratiolar yoki debt service reserve accountlar, shular birinchi to'ldirilib shu sharshara bo'yicha ketadi va biz shu sharsharani o'rganib chiqish va proyekt o'tadimi, и
qay darajada mustahkamligi, har bir qilinayotgan assumptionlarni tekshirib chiqish, turadi ishimizda. Ularni bankable holatga olib kelish bu sponsorlarni ishi. Masalan, Total Energies, Mazda, Aqua Power'lar bu proyektlarni tayyorlab bizga olib keladi. Biz ularni ko'rib chiqib, kredit chiqarish protsessida ishtirok etadigan, spetsialistlarimiz. Tushundim. Batafsil tushuntirishingiz ham katta rahmat. Va mendagi aynan qiziq bo'layotgan narsa esa o'sha moliyalashtirishga yaroqli, loyihalarni masalan, aynan O'zbekistondagi oxirgi yillardagi standartlarni o'sish bo'yicha qay darajada deb o'ylaysiz? Chunki tushunishim bo'yicha siz baribir avval ko'rgan o'sha moliyalashishga yaroqli proyektlar o'rtasida O'zbekistondagi, bu proyektlar o'rtasida juda ham katta farq bo'lishi kerak. Chunki xalqaro standartlarga javob berganligi uchun. Va sizningcha hozir O'zbekistondagi o'sha moliyalashtirishga yaroqlilik o'rtasidagi yoki o'sha moliyalashtirishga ishonchli bo'lgan proyektlarning sifat darajasida, qay darajada farq bor deb o'ylaysiz? Äh, Farq endi, energetika sohasidagi, proyektlar hozir ishlayotganlarim judayam yaxshi darajada. O'zbekiston ancha, rivojlangan, ayniqsa 2017-yildan keyin judayam katta o'zgarish bo'lgan va, shu ham konvertatsiya ochilishi, ham shu privatizatsiyalar va, bir qancha qilinayotgan reformalar bu, aaa, to'lqin bergan va katta o'yinchilar kirib kelgani juda katta yutuq bo'lgan. Aytaylik, masalan, Aqua Power, Mazda, Total Energies'lar kirib kelib, ular shu rivojlangan davlatlarda ishlab kelgan mexanizmlarni O'zbekistonda qo'llayapti. Shuni hisobiga, judayam, ijobiy, o'sish deb, bilaman va, yanayam katta bir yutug'imiz, deb bilganim bu o'zimizni, shu qora ko'zlar, desa bo'ladi, shu yerda ishlab, o'rganib va bir xil shu standartga olib chiqilyapti shu yerda. Shuni hisobiga menimcha, masalan, O'zbekistonda hozir qaysi proyektda ishlasangiz ham, shu, o'zimizni, местный xalq ham bo'ladi va, shuni hisobiga, ham bu yerda talent development ketyapti, ham shu o'zini darajasiga уже chiqib qolgan. Но, eski ishimga qaytadigan bo'lsak, masalan, bond yoki capital markets, tarafga qaytsak, bu yerda nafaqat bozor tayyor bo'lishi, balkim, ko'p narsaga bog'liq, masalan, geopolitics deymizmi, geografiyamiz va boshqa, bir, omillarga ham bog'liqlik hisobiga, menimcha hali sal o'sish kerak. И hozirgacha qilinayotgan tranzaksiyalar bu plain vanilla tranzaksiyalar ko'pincha. Sanoat qurilish banki yaqinda AT1 bond chiqarishni hisobga olmaganda, boshqalari judayam bir, oddiy qarz olishlar yoki oddiy, IPOga chiqish ham masalan UZNIF bo'ldi. Bu ham juda katta, pozitiv va bular, nima desa bo'ladi, SPACmas yoki qiyin structure deal'lar emas. Shuni hisobiga menimcha hali o'sishi kerak, O'zbekiston va to'g'ri, eng muhimi to'g'ri yo'nalishda ketyapti. Tushundim. Va siz boya aytib o'tgan masalan, boshqalarga qaraganda o'sish bor, lekin umumiy market efficiency bo'yicha-chi, masalan, to'g'ri bizda juda ham katta hali faqatgina Sanoat qurilish banki adashmasam hozir, o'sha bond chiqarayotganligi yoki boshqa banklar hali juda ham jiddiy qanaqadir fixed income bo'yicha yoki derivativ qilmayotganligi bor, lekin umumiy market efficiency sifatida sizningcha o'sish juda ham yaxshi, to'g'rimi? Va o'sha, nima edi, kredit skor bo'yicha misol uchun. Mhm. Kredit skor deganda masalan reyting agensiyalarni aytayotgan bo'lsangiz, da, o'sish bor. Shu reyting agensiyalar masalan davlat ham bunga juda qattiq qarayapti. 2030gacha menimcha double B ga chiqish planlar bor, triple B ga chiqish planlar bor. Yaqinda ham shu double B, pozitivga o'zgartirilgan, Fitch va boshqa reyting agensiyalar tomonidan va to'g'rilab aytib ketaman, bondlarni boshqa banklar ham chiqaryapti. Faqat men aytganim AT1 bondlar bu kapitalizatsiyasini oshirish uchun chiqarilgan bond, bu уже qiyinroq bond hisoblanadi. Undan oldin chiqarilib kelayotganlar основной bu shu plain vanilla bond, oddiy bond, hisoblanadi qarzlanish viloyatida. Endi bondlar chiqarish, olish yoki derivativlar qilish qanchalik kerak emasligi bu banklarni o'ziga, bog'liq. Chunki men haligacha o'ylashim bo'yicha eng yaxshi yo'l bu shu depozitorlar orqali pul yig'ish, va pul chiqarish.
kredit berish, to есть depozit bazasidan pul berish. Endi u bo'yicha masalan hali uzoq gaplashsak bo'ladi, lekin derivativlar va qo'shimcha produktlar chiqishi menimcha bu vaqt bilan keladi bu narsa. Markaziy bank ham buni ustida menimcha ishlayapti. Chunki birinchi o'rinda sizga regulatorniy baza kerak. Undan keyin regulatorniy baza o'tgandan keyin banklarni u bilan tanishtirib, uni qilib ketish hozirgi zamonda ancha oson kechadi deb o'ylayman. Tushundim. Katta rahmat. Va mendagi keyingi savollar aynan, talabalar uchun va umumiy generalroq, savollar. Birinchi savol esa, men judayam bilishni xohlayotgan, masalan, hozir eshitib turgan yoki non-target universitetda o'qiyotgan, lekin o'sha tayyor o'sha bulge bracket banklarga yoki o'sha EBRDga kirishni orzu qilgan talabalarga qanday aniq reja yoki blueprint qilishni maslahat berasiz? Qanday qilib karyerasini reja qilishni yoki o'qish davrini? Aaa, endi, to'g'risi, qancha erta boshlaganingiz shuncha yaxshi. Boy oilada tug'ilganingiz yoki ota-onangiz, to'g'ri, masalan, sizni yo'lga qo'yib qo'ygani bu judayam muhim. Aytsam bo'ladi, masalan, eng ideal, ssenariyda siz, boy oilada tug'ilasiz, ota-onangiz biladi qayerga yuborishni sizni, shu to'g'ridan to'g'ri kanallarga ulab qo'yib, yaxshi o'qishga kirasiz. Yaxshi o'qishdayam tanishlar orqali ishga kirib ketasiz yoki o'zingizni biznesingizni boshlaysiz. Bu eng menimcha osonroq va to'g'ridan to'g'ri yo'l. Endi agar umumiyroq aytadigan bo'lsak, hali yosh kadrlar O'zbekistonda juda ko'p. To'xtab qolmaslik kerak menimcha, va osonroq olish kerak. Sal relaksroq o'tirib, nimadir o'xshamadimi, masalan, mendayam banknotaga kirish o'xshamagan. Men 400-500 tacha application topshirganman shu paytgacha va bittasi ham o'tmagan. Agar shu tanishim intervyuga kirgizib bermaganda, menimcha kirolmagan bo'lardim. И kirgan taqdirimda ham u yerda ham xuddi shuni ko'rasiz. Odamlar qanaqadir bir boshqacha odamlar emas, shu o'zingizga o'xshagan yoki sizdan saviyasi baland pastroq odamlar, har xil odamlar bo'ladi. Shunga ham aytgan bo'lardim, to'xtamaslik, topshiraverish, va ana sovuq miya bilan shu cold nima edi, composure bilan o'ylab ko'rish. Nima qilish kerak, qanday keyingi etapga o'tish mumkinligini. Chunki, menimcha shu bu ba'zi braketlarga kirish va bugungi siz bilan gaplashayotgan masalalarimiz bu menimcha juda ko'p odam bemalol qilsa bo'ladigan narsa deb o'ylayman. Agarda endi oilasida qanaqadir sharoiti to'g'ri kelmay qolsa, masalan, 12 yoshida основной, masalan, mablag' topadigan odam bo'lishi kerak bo'lsa, bu narsa o'zgartiraveradi ko'p narsani. Lekin agar standart oddiy oila haqida gapiradigan bo'lsak, bu judayam erishiladigan narsa-da. Siz $100 million boy bo'lib ketmaysiz, no, o'zingizni shu o'rtacha uровеньga olib chiqib olish uchun bo'ladigan narsa va vaqt bilan keladi. Kimgadir erta, kimgadir kech. Shunga harakat qilish kerak, topshirib, va aniq menimcha plan yo'q. Shu birinchi planni aytdim. Agar uningiz bo'lmasa, qolgani shu yetib olishga harakat qilish. Tushundim. Judayam katta rahmat. Hozir aynan, mention qilib o'tganingiz uchun o'sha boya hammada har xil timeline bo'ladi. Kimdir ertaroq, kimdir kechroq. Lekin o'sha to'xtab qolmaslik yoki depressiyaga tushib qolmaslik judayam kerak. Yana aynan yangi avlod uchun judayam bilish kerak bo'lgan, masalan, aynan sizdan ham, fikringizni bilmoqchi bo'lgan narsam, aynan AI kelishi uchun, judayam ko'p top banklarda ham, o'rta banklarda ham hozir avvalgiday katta miqdordagi entry level'larni olish judayam kamayib ketganligi. Ana endi bizda yanayam ko'proq, graduate'lar bor, lekin joy endi avvalgidan ko'ra torroq, kamroq. Ana endi yanayam competition ko'proq bo'ladi deb. Va bu haqda aynan sizni fikringiz va shu paytda ana endi yoshlar, chunki texnik skilllarni biz o'ylardik avval texnik skilllar haliyam kerak, lekin endi buyog'i texnik skill uchun AI bor. Endi texnik skill qay darajada kerak yoki biz shu paytgacha o'rganayotgan bilimlar qay darajada endi kerakki, chunki allaqachon AI bor bu narsalar uchun. Va shu haqda sizni fikringizni bilmoqchi edim. Aha. To'g'ri, hozir menimcha qiyin, lekin har doim opportunity bo'ladi. Nima desam bo'ladi, shu harakat qilgan odamga
bir gap bor, inglizchada bilsangiz "You will catch a break" deydi. Shu omadingiz keladi-da qaysidir payt. Faqat omad harakat qilgan odamga keladi. Harakat qilish kerak, chunki masalan 2008-yil finansiy krizis bo'lgan. Mana shu yil bitirgan odamlar ham ishga kirgan qandaydir va unaqa krizislar ko'p bo'lgan yoki Silicon Valley'da ishga olish, ishga ketishlar bo'ldi yoki COVIDda ham ishga olish, ishga ketish har doim menimcha bunaqa sikl bo'ladi. Hozir AI yordam ham beryapti-ku, to'g'rimi? То есть uni foydali tarafga ishlatib, masalan, oldin biz o'qishga kirayotgan paytimizda AI yo'q edi. Kimdandir so'rab, qanaqa o'zi bo'ladi protsesslar, bunaqalarni o'rganish qiyinroq edi. Shunga hozir menimcha AI наоборот O'zbekistondaqa davlatlarga bu katta shans, ancha rivojlangan davlatlar bilan resursni bazangizni bir xilroq qilib qo'yadi. То есть siz xuddi shu savollarni berib, xuddi shu insightlarni olib olishingiz mumkin. Qanday ishlarga kirish mumkin, nimalar qilish mumkinligida va shu agar o'zi ishlashga tayyor yoki nimanidir yaratishga tayyor bo'lsa, agar kreativ, kuchli odam bo'lsa, nimanidir balkim biznes ochsa. Endi uni aytish oson, chunki failure rate baland, shunga o'xshash narsalar bor. Balkim o'zi finansiy oila olib turish kerak bo'lishi kerak. Shunga ishlar haligacha yo'q emas. LinkedInga kirsangiz ham, boshqaga kirsangiz ham bitta ko'p. Menimcha o'zini ustida ishlab, AIni naоборот o'ziga yordamchi qilib olgan odam ish topib olishiga ishonaman. Shu harakat bo'lib tursa bo'ladi. Tushundim va AI deganda sizning ishingiz uchun masalan, AI qay darajada siz ishingizni o'zgartira oldi oxirgi yillarda? Aynan. Aha. AI juda katta yordam beradi to'g'risi. Ayniqsa shu siz aytgandek mendek odamlarga, shu non texnical odamlarga bu juda katta yordam beradi. Masalan, katta dokumentlar keladi, 300-400 varaqlik, uni o'qib chiqishingiz kerak. Hayotda o'qimardim o'zi. Hozir lekin efficient bo'lganim 300-400 varaqni tashlaymanda, yozaverasiz. Executive summary qilib bergan, tam ikkita uchta savollar kerak bo'lgan narsalarni so'raysiz. Menimcha mendek odamlar juda ham katta foyda oldi bundan. Endi balkim texnikal odamlar ham olgandir qaysidir ma'noda, lekin shu technical skill'larimni ancha oshirib berdi. Chunki ko'p narsalar osonlashgan holatiga, lekin AI juda yordam beradi. O'zim uydagilarimga ham, oyim, dadam ikkalasi ham mana telefoniga cloud o'rnatib qo'yganman. Nima bo'lsa shu clouddan so'rashadi. Meni ham yordamim ularga kamaygan. Shunga delegate bo'lganda, to есть mendan ko'p so'raydigan narsalarni men AIga delegate qilib berganman. Ular o'zi clouddan so'rashaveradi ko'p savollarni va balkim 50% as efficient bo'lar, chunki cloud bilmaydi whole storyni, no ancha yordam beradi shu delegationga. Shunga ishlatgan ma'qul. Tushundim va keyingi savolim esa aynan biz juda ham ko'p eshitadigan o'sha soft skill va hard skill o'rtasida biz ertaroq ham gaplashdik o'sha odamlar bilan gaplashish, communication bo'yicha. Va sizningcha balkim buyog'iga masalan avval juda ham ko'p tech skill'lar kerak bo'lgan bo'lsa, endi buyog'iga faqatgina qanaqadir AI promptingni o'zi kerak bo'lishi mumkin o'sha umumiy technical uchun yoki umumiy general uchun va qanday tech va soft skill'lar sizningcha yoshlar uchun yoki keyingi 5-10 yil uchun juda ham muhim, juda ham kerak deb o'ylaysiz? Endi tech skill'lar menimcha o'zgaraveradi, qanaqa tech skill'lar kerak bo'lishligi, lekin qaysi sohada bo'lsangiz ham baribir u sohani tushunishingiz kerak. Chunki qaysi odam bilan gaplashsangiz ham, masalan, u sohani tushunmasangiz, u tezda bilinib qoladi. Soft skill'lar, shunga tech skill'larga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda u o'zgaruvchan va bilib turishingiz kerak, up to date bo'lib turishingiz kerak. Va exact science'larni baribir o'rni bor deb o'ylayman, shu matematika, fizika. Endi soft skill'larga keladigan bo'lsak, soft skill'lar menga hayotim davomida juda katta yordam bergan. Men o'rtoq topish bo'ladimi, ish topish bo'ladimi, va shu kundalik hayotda ishlarni ishlatadigan narsalar bo'ladimi yoki oilada masalan ota-ona yoki uydagilaringiz bilan qiladigan muomalalaringiz, hammasi menimcha soft skill'ga katta bog'liqligi bor. Va shu soft skill ishda ham, uyda ham ancha yordam beradi. Shunga odamni zaмкнутый bo'lib qolmaslik kerak. Ochiqroq bo'lib chiqib, gaplashib, pozitivniy odam bo'lsa, menimcha shu yaxshi. Endi qanaqa skill'lar deb o'ylam opределённо aytolmayman, lekin soft skill juda ham muhim.
Shu overall. Mhm. Tushundim. Judayam katta rahmat va keyingi savolim esa aynan Finecon podkastida bizda kichkina an'ana bor, ya'niki har bitta mehmon o'zidan keyingi mehmon uchun kichkinagina anonim savol qoldiradi va keyin davom etib ketaveradi. Xo'p, agar xohlasangiz bizda avvalgi mehmonimiz sizga anonim yuborgan savoli bor. Xo'p, savol: agar vaqt 10 yil orqaga qaytarilganingizda o'zingiz karyerangiz uchun qaysi nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Hozirgi tajribangizdan, hozirgi bilimingizdan kelib chiqib. Agar 10 yilga qaytarib olganimda, hozirgi tajribadan kelib chiqib menimcha ko'p narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Chunki, aaa, men juda katta great deal of luck bo'lgan deb o'ylayman. Men ko'p ishlarga kirib olishim ham, shu bankomatga kirib olishim ham. Shunga agar nimanidir o'zgartirganimda 10 yil oldin hozir 20 yosh bo'lib qolardim. Balkim kirmardim Bolj Bracketga. Bolj Bracketga kirishingiz, yaxshi narsa, keyinchalik ishga kirishlaringizni osonlashtiradi. Shunga qolaverardi. Ko'p narsa o'zgartirmagan bo'lardim menimcha. Faqat, u paytgacha, nima qilish kerak, endi yaxshiroq o'qishga kirgan bo'lardim balkim, lekin, moliyaviy tarafdan yaxshi o'qishga tortadigan holatim yo'q edi yoki scholarshipga kirish, u payt nearly impossible edi. Shunga, men o'ylayman, что ko'p narsa почти hech nima o'zgartirmagan bo'lardim. Hozir hammasi yaxshi. Aytadi-yu, 10 yilga qaytib, babushkani bu tarafga burib qo'ysangiz ham, kimdir nimadir uyg'otishi mumkin. Shunga da o'zgartirmagan bo'lardim. Katta rahmat va shu paytda menda yana bir savol hozir kelayotgan narsa, umumiy tajribangizdan hozirdan kelib chiqib, yoshlarga mentorship va networking haqida, qanday muhim qanaqadir aniq bir maslahatlarni bergan bo'lardingiz? Chunki nega aynan misolni beryapman? Aynan yoshlar bilan gaplashganimizda eng ko'p beriladigan, masalan, auditoriyamizda hammasini so'raymiz, qaysi savollarni berishni xohlagan bo'lardingiz deb. Va ularning asosiy beradigan savoli esa deyarli judayam yaqin, ya'niki qanday qilib mentor topish mumkin yoki qanday qilib networking qilish kerak deb. Va siz qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Aniq agar step by step qilinishi kerak bo'lgan bo'lsa. Meni maslahatim birinchi oldingizda o'qiyotgan suvga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, meni hamma mentorlarim yoki, maslahat oladigan odamlarim o'zimni, yaqinlarim. Masalan, qo'shnilarim, o'rtoqlarim o'zimdan kattaroq akalar, shu Londonda tanishgan tanishlarim hammasi bilan samimiy bo'lgan holatda, va u odamga rostakam look up qilsangiz, so'rasangiz bo'ladi masalan. Chunki u odamlar sizni qayerdan kelib chiqayotganingizni biladi. Endi hammada har xil holat bo'lgani uchun, menimcha siz yaqinroq tanigan odam sizga to'g'riroq advice, maslahat berishi mumkin va mentorni keyinchalik o'zgartirishingiz ham mumkin zo'r bo'lib ketsangiz. Yoki o'zgartirmasligingiz ham mumkin. Shunga, birinchi maslahatim, agar yoningizda qaysidir odamni hurmat qilsangiz, u odam balkim siz xohlagan darajada, successful bo'lmasligi mumkin, lekin, sizdan successfulroq yoki ko'zingizga successful ko'rinadigan odam bo'lsa, shu odamdan mentor qilib boshlasangiz ham, ancha yaxshi bo'ladi. Chunki уже sizlarda ikkita perspektiva bo'ladi. Bitta problemaga qaragan, bitta o'zingiz emas. Meni maslahatim shu bo'ladi. Tushundim. Va networkingga nisbatan-chi? Misol uchun agar mentorship deganda aynan bir odamni bir odam bilan doimiy o'sha kontaktda bo'lish tushuniladi va networking deganda va networkingda o'sha o'qish paytida yoki ish paytida yoki career shift paytida foydalana olishga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Networkingga, aytgan bo'lardim, xuddi shu sizni oldingizga networking qilib kelgan odam qanday o'zini tutsa, siz ham xuddi shunday bo'ling degan bo'lardim. То есть, o'qishda o'qiyapsizmi, konferensiyalar bo'ladi, har xil uchrashuvlar, mitinglar bo'ladi. Masalan, men posolstvoga juda ko'p borardim. Har xil, konferensiyalar bo'lardi yoki uchrashuvlarga hammasiga borardim va o'zingizni u yerda qanday tuta bilishligingiz. Masalan, yaxshi odamlar bilan muloqot qilishligingiz yoki, masalan, kir kiyimda kelmasligingiz, endi eng bazaviy narsalarni aytish kerak bo'lgan narsalar shu o'zingizni qanday tuta bilishingiz va, odamlar bilan qanday muloqot ushlashligingizga qarab, уже sizda
birinchidan, confidence paydo bo'ladi. Ikkinchidan, odamlarni tanishni boshlaysiz, odamlar sizni tanishni boshlaydi. Va agar, yaxshi o'zgarayotgan, o'sayotgan odam bo'lsangiz, shu network sizni, o'zi tortishni va yordam berishni boshlaydi. Aaa, menimcha shu. Mhm, tushundim. Katta rahmat. Va Xurshid aka, mendagi bugungi savollar mana shulardan iborat edi. Vaqtingizni ajratib, barchasiga batafsil javob berganingiz uchun judayam katta rahmat sizga. Rahmat katta sizgayam, Oybek aka. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Katta rahmat. Xo'p Andijonga desangiz shu yerda qilaman. katta rahmat.